Buyurun. Joylashamiz. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi 7-shafqat xalq deputatlari Buqa tuman kengashining navbatdagi 38-sessiyasida xalq deputatlari Buqa tuman kengashi saylangan 23 nafar deputatning 17 nafari ishtirok etmoqda. Huzuriy savolga ko'ra 6 nafar deputatlar ishtirok etishyapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida tuman hokimi o'rinbosarlari, tegishli tashkilot va korxona rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. 7-shafqat xalq deputatlari Buqa tuman kengashining navbatdagi 38-sessiyasi ochiq to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochiqlikdagi takliflar tushyapti. 3 ta taklifni ovozga qo'yaman. Hozirlar, qarshilar, e'tiroflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman.
Cumhuriyet Yasaları Okulu'ndan sayılgan Asqarov Kamoliddin Dilshodovich sessiya kotibi etib saylashdagi to'g'risida taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Taklif birovordan qabul qilindi. Deputat Asqarov Kamoliddin Dilshodovich sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibida o'z ishini boshlashingizni so'raymiz. Marhamat. Hurmatli deputatlar, bugun 7-shartli Xalq deputatlar Bukotuman kengashining navbatdagi 38-chi sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 9 ta masala kiritilmoqda. Birinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-25 noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol murojaatlarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 405-sonli qaror ijrosi to'g'risida. Ikkinchi, tuman prokurori Zunnurbayevning tumandagi qonuniylikka mustahkamlash huquq-tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurashish borasida 2026-yilning 1-yarim-yilligida amalga oshirilgan ishlar haqidagi axborot to'g'risida. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyati Bukoy tumanidagi Xalq qabulxonasining 2026-yil 2-chorak yakunlari bo'yicha axborot to'g'risida. To'rtinchi, Bukoy tumanidagi norma ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti holati bo'yicha 2026-yilning 6 oy davomida olib borgan ishlar to'g'risida. Bukoy tumanida ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yilning 6 oy davomida jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Tumandagi Qobultepa qabristonini qayta nomlash to'g'risida. Foydalanilmagan mablag'larni qayta yo'naltirish to'g'risida. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Marhamat. O'z tavsiyasiz. Abduxoliq ushbu masala doimiy kamchilik ko'rilgan. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya raisi. Hammani xabari bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024-yil 25-noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol nuroniylarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 405-sonli qaror ijrosi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrdagi faol nuroniylarni
hamda mahallada sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga jalb etish tartibi to'g'risidagi nizom haqida 892 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2026 yilning o'tgan 6 oyi davomida bir qator tumanda ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tumandagi 38 ta mahallada katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan obro' e'tiborli 3 nafardan faol nuroniylar tanlab olinib, jami 58 nafar faol nuroniylar ro'yxati shakllangan va ushbu ro'yxat asosida tanlab olingan faol nuroniylar 261 ta reyestrda turuvchi oilalarga biriktirilgan. Faol nuroniylar tomonidan oilalarni o'rganish ishlari davom etmoqda. 2026 yil davomida faol nuroniylarga kambag'al oilalarga biriktirishning birinchi va ikkinchi etaplarida oilalarning ehtiyojlari o'rganilib, ularning maktablarda ta'lim olayotgan farzandlari uchun 703 ta stol, 746 ta stullar, 211 ta sport kiyimlari va 395 ta o'quv qurollari jamlanmalari topshirilganligi to'g'risida axborot bermoqchiman. Shuningdek, 2026 yilning birinchi yarim yilligida 58 nafar nuroniyga biriktirilgan 261 ta oilaning ehtiyojiga asosan 243 ta oilalarga 243 ta stol, 243 ta stol qabul qilinib, oilalarga yetkazib berilgan. Bir nuroniy 10 nafar yoshga mas'ul tamoyiliga asosan 38 ta mahallada 38 nafar hayotiy tajribaga ega bo'lgan zamonaviy fikr biladigan faol nuroniylarga 380 nafar uyushmagan tarbiyasi og'ir, ishsiz, ajrim yoqasidagi yosh oilalar jazoni ijro etish muassasasidan ozodlikka chiqarilgan profilaktik hisobda turuvchi yoshlar va muammoli yoshlarga biriktirilgan. 380 nafar uyushmagan, 333 nafar muammoli bo'lgan hamda 47 nafar profilaktik hisobda turuvchi yoshlar bilan nuroniylar mahallalarning yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda ishlar tashkil etib kelinmoqda. Boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan nuroniylarni tumandagi barcha ta'lim muassasalariga biriktirish, tumandagi 55 ta umumta'lim maktablariga 114 nafar, 23 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 69 nafar, 3 ta o'rta maxsus kasblar texnikumlariga 9 nafar nuroniylar biriktirilgan. Nuroniy har bir oilaga mas'ul tamoyiliga asosan oilalardagi aqllik, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida mahallalardagi muammoli oilalarning har biriga keksalar maslahat guruhlari a'zolaridan 27 nafariga biriktirish amalga oshirildi. Nuroniylar jamg'armasi biriktirilgan nuroniylarimizning hamda hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda tuman yarashtirish komissiyasi muhokamasi tomonidan ishlar tashkil etib kelinmoqda. Shuningdek, 27 ta mahallalarda biriktirilgan nuroniylar tomonidan doimiy yarashtirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bu ishlar 6 oylik amalga oshirilgan. Ular endi sizlarda haqli savol tug'ilishi mumkin. O'zi mana shu qarorda, farmonda nima belgilangan? Quyidagilar mana shu faol nuroniylar asosiy faoliyat yo'nalishlari etib belgilangan. Oilalarni kambag'allikdan chiqarish yo'nalishida xonadon tomorqasidan samarali foydalanish, tomorqada yuqori daromadli ekin turlari ekilishini tashkil etish, ekinlarni parvarishlash ko'nikmasini shakllantirish hamda yetishtirilgan mahsulotlarning realizatsiya qilinishiga ko'maklashish, oilani daromadli qilish uchun ko'chma do'kon, kichik ishlab chiqarish uskunalari va boshqa zarur texnika vositalarini bo'lib to'lash sharti bilan ijaraga olishga yordamlashish, kambag'al oila farzandlarini ularning qiziqishlaridan kelib chiqib mahallalardagi hunarmand va ustalarga shogirdlikka biriktirish, shuningdek ushbu oilalarning ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandlarini o'quv jihozlari va qurollari hamda sport kiyimlari bilan ta'minlash, ularning qo'shimcha darslar va to'garaklarga qatnashishga ko'maklashish, oilaning ijtimoiy shartnomadagi majburiyatlarni bajarish ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, tashkil etish vazifalari kiritiladi. Endi hammamiz xabarimiz bor, biz endi mentalitetimizda belgilangan mentalitetimizdan kelib chiqib mana shu nuroniylar bizga mo'ysafitlarni o'sha o'gitlari, maslahatlariga amal qilamiz. Mana shu qarorga Vazirlar Mahkamasini tegishli qarorida hurmatli prezidentimiz 405-sonli qarorga mana shu nuroniylarni bekorga yoshlarga biriktiriladi. Biz bilamiz,
har bir og'ir toifadagi ishsiz yoshlarimiz korxona tashkilot rahbarlariga biriktirilgan va shu bilan birgalikda o'zini mahallasidagi o'sha faol gapirib o'tadigan hurmatli el a'zoda bo'lgan nuroniylarga ham biriktirilgan. Bu o'sha doimiy o'sha yoshlarni nazorati, yaxshi yo'lga kirishi, qolaversa mana shu bandligini ta'minlash, oiladagi ijtimoiy, ma'naviy sog'lom muhitini tashkil etishda nuroniylarni o'rni alohidaligi belgilab qo'yilgan. Mana shu bo'yicha tuman nuroniylar bo'lim raisi Abdurasulga Akmalov bilan birgalikda hamda qolgan korxona tashkilotlariga qolgan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bu ta'lim maktablari bilan birgalikda shu ishlarni tashkillash kelinmoqda va bu bilan to'xtab qolmaydi. Bu ishlar jadallashtirilsa jadallashtiriladi, ommalashtirilsa bu narsalar sustlashtirilmaydi. Bu o'rinda sizlarni bizga katta yordamlaringiz kerak bo'ladi. Har doim qo'llab-quvvatlab kelgansizlar, hurmatli deputatlarimiz. Har bir hududda o'sha deputatlar bilan, nuroniylarimiz bilan, mahalla yetkiligi bilan, keng jamoatchilik vakillari bilan birgalikda mana shunday belgilangan vazifalarni birgalikda oldimizga qo'ygan vazifalarni bemalol bajarsak bo'ladi degan umiddaman. Mana shu qarorda belgilangan prezidentimizni qarorda belgilangan vazifani hammamiz birgalashsak, bir yoqadan bosh chiqarsak, menimcha yorimiz bilan to'laqonli bajaramiz degan umiddamiz. Rahmat, hisobot o'tib Rahmat, kimlar savol fikrlar bormi? Hayvonlardagi birinchi nimada shu faol nuroniyda bo'ldi. O'zimni maqtangan. Mana shu oylik masalan adresaga xabar bor. O'sha olingan kontrakt boshqa bo'ldi, lekin men bir narsani aytib o'tishim kerak. Agarda shu Akmal adresaga o'tgan nuroniylar jamg'armasi raisi bo'lmaganda bu ish olib emas. Men bevosita bir vaqtda shuni sabab bo'ldi. Mana ba'zi joylarda chaqirib, faollarni chaqirib yonidan o'sha dasturxon deb boshqa qildi. Men o'sha guruhlarda a'zoman. Lekin adresaga ko'p kuyib pishib yozdiradi. Ularda javob bermasi bo'lmaydi. Lekin ularda nima yo'qda? Men taklif qilardim adresaga o'zi Amerika Qo'shma Shtatlar statistika ma'lumotiga qaraganda o'zaro eng ish koeffitsiyentini yaxshiligi chegaraga 60 yoshdan 70 yoshgacha. Birinchi o'rinda. Shuncha Amerika prezidentlari 78-80. Ikkinchi o'rinda 70 yoshdan 80 yoshgacha. Uchinchi o'rinda 40 yoshdan 50 yoshgacha. Bu ham bekor qilinmaydi. Lekin haqiqatda mana shu faol nuroniylar ishini man kuzatib boraman bilasiz. Effekti ba'zi bir xabar bo'lmasin, mahalla yetkazgan ba'zi bir nimalardan ular 5 million oylik odamlar 525 ming oylik olib bularning ishidan yuqori baho. Qabristonda ham boshqa. Lekin albatta bularni qo'llab-quvvatlash kerak. Hayvonotdagi bugungi loyihada bu chora-tadbir qilaylik. Birinchi o'rinda sizga taklif qiladim, bular hammasi kitob, mana deputatlarning kitobi. Iz qolish kerak-da. O'shanda qilgan ishni o'sha xonadonga borgan. Faqat borib ba'zilar bor, rasmga tushadi, boshqa qiladi, lekin rasmga yalamaygan ishlari bor, boshqa o'shani chiroyli qilishimiz kerak. O'sha borgan ishini boshqasini o'sha kitobda yoritib olishni taklif qilaman adresaga. Ikkinchidan, albatta mahalla yetkiligi bilan bularni uzib bog'lash kerak. Judayam xato. Judayam buni qandaydir ma'noda kim o'ylab topgan bo'lsa ham judayam yaxshi o'ylab topgan. Adresaga ma'lumot qo'ydim. Faqat shu taklifni beraman. Qaror loyihasi o'sha mahalla yetkiligi bilan hamkorlikni kuchaytirish, nazoratga olishda va hammasi o'sha nuronaga, faol nuronaga o'sha iz qoladida. Shu narsani sizga rahmat aytaman. Lekin men o'zim bevosita yana aytaman, sizni kuyib pishishingiz bilan bu narsa oldinga ketadi, lekin bardavom bo'lishi kerak. Boshqa taklifim savolim yo'q. Rahmat. Rahmat. Yana kimlar bormi? Marhamat. O'zaki saylov okrugi deputat assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Endi o'shadagi aytgan to'g'ri. Albatta 905-sonli qarorda biz birgalikda albatta mahalla raislarni yangi ro'yxatlarni mana birgalikda shakllantirganmiz. Hurmatli deputatlar, doimiy komissiyada ko'rib chiqqanmiz. Shu masalalarni nazarga chorlab qolaman. Shu masala yuzasidan qaror loyihasi tayyorlangan va kiritilgan. Qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Har bittasi hisob-kitob qilingan, birgalikda shakllantirganmiz. Hammasini shu mahalla yetkazilgan birgalikda bundan tashqari ro'yxatlarni kambag'al oilalarda o'sha farzandlari bor, maktabda o'qiyotganlargacha diqqat qilishgacha o'zimiz birgalikda men o'zim shaxsan mahalla
mahalla raislari ham kirgan va hozir boshqa mahallaning boshqa a'zolarini ham chorlab qolamiz. Ushbu qarorni qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Xodimlar iltimoslarga hozirgi bildirilgan takliflarga ijobat qilib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni rozlar, qarshilar, e'tiroflar, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masalaga qo'shib o'tamiz. Tuman prokurori Sherali Zumurboyevning tumandagi qonuniylikni mustahkamlash, tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurash borasida 2026 yil birinchi yarim yiliga amalga oshirilishi haqidagi axborot. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugun sessiyada prokuratura tomonidan o'tgan 6 oy davomida amal qilgan jinoyatchilikni oldini olish, boshqa yo'nalishlarda amalga oshirishlar xususida axborot berdi. Barchamizning xabarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 yanvar 2026 yildagi respublika mahallalarida xavfsizlikni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PTB hamda PT2 soliq qarorlari ijrosini ta'minlash bo'yicha tuman prokuraturasi, tuman hokimligi, tuman ichki ishlar bo'limi, respublika mahallalar uyushmasi Bo'ka tuman bo'limi qo'shma qaror qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan tuman prokuraturasi huzurida mahallalarda huquqbuzarliklarni barvaqt profilaktikasi borasidagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda dastur va hududiy yo'l xaritalarining ijrosini tizimli ravishda nazorat qilish tuman idoralari muvofiqlashtirish shtabi va mazkur shtabning 2026 yil mobaynida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi ishchi guruhi hamda ularning tarkibi tasdiqlangan. Tuman va mahalla kesimida PTB soliq qaroriga asosan 2026 yil 2-chorak uchun mo'ljallangan Bo'ka tuman mahallalarida kriminogeen vaziyatni barqarorlashtirish hamda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqilib, viloyat hokimi va viloyat prokurori tomonidan tasdiqlangan va ijroga qo'yilgan. Qaror ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan yo'l xaritasida belgilangan chora-tadbirlarning o'z vaqtida va samarali amalga oshirilishini ta'minlash hamda maqsadli ko'rsatkichlarga erishish yuzasidan mas'uliyat davlat organlari, muassasalari va tuman hokimligiga yuklatilgan. Prezidentimizning 2026 yil 5-yanvar kunidagi 2026 yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ soliq qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Bo'ka tumanidagi 7 ta kriminogeen vaziyati og'ir bo'lgan Qo'ldoshtepa mahallasi tuman hokimiga biriktirilgan 5tepa mahallasi tuman prokuroriga, Cho'labod mahallasi ichki ishlar boshlig'iga, Yangi hayot mahallasi 3-mintaqaviy markaz boshlig'iga va ichki ishlar boshlig'i o'rinbosariga, Toshloq mahallasi ichki ishlar boshlig'ining birinchi o'rinbosariga, Navro'z mahallasi ichki ishlar boshlig'ining o'rinbosari qo'llash bo'limi boshlig'iga va Qoraqo'yli mahallasi ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Abdulhakimlarga ushbu hududlarda kriminogeen vaziyatni barqarorlashtirish va jinoyatchilikdan faol hududga aylantirish maqsadida biriktirilgan. Xususan mahalliy hokimliklarga, davlat idoralari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda hududlardagi jinoyatchilikni oldinish borasida samarali ish tashkil qilinishi bo'yicha birinchi sonli qaror doirasida 19 ustuvor bandlardan iborat, ikkinchi sonli qaror ijrosi yuzasidan 12 ta asosiy maqsadli ko'rsatkichlardan iborat vazifalar va ushbu yo'nalishlar bo'yicha rejalar belgilab berilgan. Shuningdek, tumandagi mahallalarda huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash va nazorat qilish maqsadida tuman hokimiyati tomonidan mahallalarga kameralar o'rnatilishi uchun hokimiyat byudjetidan 200 million so'm mablag' ajratilgan. Bu barchamiz xabardor bo'lganmiz bu haqda oldingi sessiyalarda ma'qullanib juda ijobiy ish bo'ldi. Joriy yilda hududlarni raqamlashtirish va nazoratni kuchaytirish
dasturi doirasida mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 6 ta mahalla fuqarolar yig'ini Qizil hudud toifasiga kirgan Yangi Hayot Toshloq Qo'llashtepa Qorako'ylik Beshkapa Cho'libod mahalla hududiga zamon talablariga mos yuqori aniqlikdagi shaxsni aniqlovchi, ya'ni qiyofani tanuvchi intellektual kuzatuv kameralari to'liq xarid qilinib, montaj ishlari yakunlandi va foydalanishga topshirildi. Ayni vaqtda Chavlisoy, Tikchi, Qoraquduk, O'rtatepa, Burka va Katta Robot mahalla fuqarolar yig'inlarida mazkur intellektual kuzatuv qurilmalarini belgilangan nuqtalarga o'rnatish va sozlash ishlari jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. Hududlarda tashkil etilayotgan kuzatuv tizimining to'liq va uzluksiz faoliyatini ta'minlash maqsadida tumanimizdagi 17 ta mahalla fuqarolar yig'ini binolariga zamonaviy ma'lumotlarni saqlash serverlari, video registratorlar hamda jarayonlarni bevosita kuzatish imkonini beruvchi maxsus monitorlarni o'rnatishlar ham izchil amalga oshirilmoqda. Mazkur tizim mahalla hududlariga o'rnatilgan shaxsni aniqlovchi intellektual kameralardan kelayotgan video tasvirlarni katta ekranda kuzatish, ularni uzoq muddat xavfsiz xotirada saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tezkor choralar ko'rish imkonini yaratadi. Bu ishlar mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish, jinoyatchilik barvaqt profilaktikasini ta'minlash hamda zamonaviy raqamli nazorat tizimlarini joriy etish orqali aholi tinchligi va osoyishtaligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, 12 ta asosiy maqsadli ko'rsatkichlarni bajarish bo'yicha tuman hokimligiga yuklatilgan 9 ta yo'nalish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi band: aholi gavjum joylarga video kuzatuv kameralarini o'rnatish. 60 ta belgilangan 60 ta kamera o'rnatildi. Ikkinchi band: ko'p qavatli uylarning kirish joylariga PTZ kameralar o'rnatish belgilangan 3 ta, haqiqatda 3 ta o'rnatildi. Uchinchi band: mahallalarning asosiy kirish chiqish joylariga yuzni va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar o'rnatish belgilangan ushbu kameralar ham o'rnatildi. 4-bandda tumandagi savdo markazlari, bozorlariga yuzni tanib oluvchi kameralar o'rnatish 3 ta belgilangan, 2 ta belgilangan, haqiqatda 3 ta o'rnatildi ortig'i bilan. 5-bandda maktablarning kirish joyiga PTZ 360 kameralar o'rnatish 7 ta reja qo'yilgan, 7 tasi ham o'rnatildi. Shundoq xalqlarning o'rnatildi. 6-bandda maktablarning sport maydonlariga PTZ 360 kameralar o'rnatish belgilangan, bitta o'rnatildi. 7-bandda xuddi shunday ko'p qavatli uylarning eshiklarini zamonaviy damg'on komplekslarga o'rnatish. Ikkinchi chorakda reja belgilanmagan, bu hozir 3-chorakka reja belgilangan ekan, buni ham sizlarning yordamingizda amalga oshiramiz. Namunaviy xavfsiz ko'cha tashkil etish 11-bandda 45 ta belgilangan, 45 ta namunaviy xavfsiz ko'cha tashkil qilindi. 12-bandda namunaviy xavfsiz uylar tashkil qilish bu rejaga kiritilmagan ekan. 12 ta asosiy maqsadli ko'rsatkichlarni bajarish bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi, qo'riqlash bo'limi yuklatilgan 3 ta yo'nalish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. 8-band bo'yicha ko'p qavatli va yakka tartibli uylarni tenglik qo'riqlovga olish 100 ta reja belgilangan, 102 ta xonadon tenglik qo'riqlovga olindi. 9-bandga asosan ko'p qavatli uylar kirish eshiklariga tashxis tugmalarini o'rnatish 6 ta belgilangan, 6 tasi ham o'rnatildi. 10-bandda savdo va maishiy xizmat obyektlarini tenglik qo'riqlovga olish 6 ta reja belgilangan, 9 ta ortig'i bilan qo'riqlovga olindi. Tahlillarga ko'ra tumanda joriy yil 6 oy davomida jami 209 ta jinoyat qayd etildi. O'tgan yil shu davrga nisbatan 25 taga yoki 13.6% ko'paydi. Shundan endi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 64 ta qayd etilgan, oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat o'tgan yilga nisbatan kamaygan. Sababi bizda huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda samarali ish tashkil etgani, jinoyatchilikni oldi olinayotganini mana o'zi raqamlar bilan ham isbotini topyapti. Birinchi sonli qarorga asosan tuman prokuraturasi huzurida mahalla hududlaridan barvaqt profilaktikasini
profilaktikasi borasidagi ishlarni kompleks tashkil etish hamda dastur va hududiy yo'l xaritalari ijrosini tizimli ravishda nazorat qiluvchi tuman idoralararo muvofiqlashtirish shtabi va mas'ul shtabning 2025 yil mobaynida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi ishchi guruh hamda ularning tarkibi tasdiqlanib, faoliyati yo'lga qo'yilib, bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, tuman mahallalardagi aholi gavjum joylar va ko'chalarga videokuzatuv kameralar o'rnatish rejaga ko'ra 60 ta kamera o'rnatilgan. Ko'p qavatli uylar hovlisiga maktab, uylar, ko'p qavatli uylar, savdo maishiy infratuzilma obyektlari qo'riqlab olingan. Tuman hokimligida birinchi oylik qaror ijro yuzasidan bir qator shu ijobiy qilingan ishlar bilan birgalikda ayrim xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Mana shu qaror ijrosini amalga oshirish davomida qaror talablariga ko'ra tuman shahar hokimligi hokimlari mahallalarda huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar ijtimoiy maishiy muammolarni tuman ichki ishlar organlari xulosalariga asosan tezkorlik bilan hal qilish uchun shaxsan mas'ul hisoblanishi va tegishli manzilli choralarni ko'rishi belgilangan. Joriy yil 30-iyun kuniga qadar tumanda profilaktika inspektorlari tomonidan jami 3478 nafar ijtimoiy profilaktika obyektlariga xulosalar taqdim etilgan bo'lib, ushbu xulosalar yuzasidan 3004 nafariga, ya'ni bu 86,4% tashkil qiladi. Yordam ko'rsatilib, qo'shma xulosa tuzilgan. Mas'ul tashkilotlar kesimda ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinganda hokim yordamchilari 819 tadan 623 ta 76,1%, xotin qizlar faollari 865 ta xulosadan 756 tasi 87,4%, yoshlar yetakchilari 605 ta xulosadan 578 ta 95,4%, ijtimoiy xodimlar 449 ta xulosadan 396 tasi 88,2%, soliq inspektorlari 22 ta xulosadan 17 tasi 77,3%. Ushbu xulosalarni ijobiy yakunlashga erishib, qo'shma xulosalar tuzilgan. Hech qaysi yo'nalish bo'yicha biz 100%lik natijaga erishmaganmiz. Shuningdek, birinchi oylik qaror ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan ishlarni yuklab borish uchun mo'ljallangan ijro.uz platformasiga ma'lumotlarni noto'g'ri yuklash holatlari ham kuzatilmoqda. Tuman bo'yicha jami 277 ta noto'g'ri ma'lumotlar yuklangani uchun rad etilgan. Shu rad etilganlar yoshlar yetakchilari tomonidan 112 tasi rad etilgan, tuman adliya bo'limi tomonidan kiritilgan 68 tasi rad etilgan, tuman hokimligi tomonidan 50 ta, qo'riqlash xizmati tomonidan 14 ta, tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan 7 ta, oila va xotin qizlar bo'limi tomonidan 11 ta, ijtimoiy himoya agentligi bo'limi tomonidan 8 ta, kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ko'paytirish bo'limi tomonidan 7 ta ma'lumotlar noto'g'ri yuklatilganligi uchun bular rad etilgan. 2026-26 iyun kuni Bo'ka tuman hokimining o'rinbosari Jo'rayev Odil Sobirov platformada o'ziga kiritilgan birinchi bandga mahallalardagi aholi gavjum joylar va ko'chalarga videokuzatuv kameralarini o'rnatish. 30 ta kamera o'rnatilganligi to'g'risida 15 ta dalolatnoma tizimga kiritilgan. Biroq tizimga kiritilgan ma'lumotlar qayta o'rganilganda platformada 7 ta dalolatnomalar takrorlanish holatlari kuzatilgan. To'g'ri 360 kamera o'rniga 60 ta video kuzatuv kamerasi, vizual face kameralar o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Tuman hududida qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarni oldini olish borasida prokurorlik nazorati o'rnatilgan bo'lib, kelgusida mazkur holatlar yuzasidan tuman kengashiga axborot berib borilishi ta'minlanadi. Kameralarni qo'yilishi hozirgi kunda jinoyatlarni barvaqt aniqlashga juda katta hissa qo'shib keladi. Oldinlari masalan bu kameralar bo'lmagan, jinoyatlar fosh etilmagan jinoyatlar haqiqatan ham raqam ko'payib ketgan. Hozirgi kunda butun respublikamiz bo'yicha mana shu davlat rahbarimizning qarorlari ijrosi yuzasidan kameralar qo'yilishi natijasida ko'p masalan jinoyatlar barvaqt vaqtdan ko'p vaqt o'tmasdan fosh etiladi. Axborot rahmat.
Rahmat. Kimda bir taklif, qo'shimchalar va savollar bo'lmasa, Hamma keladi. avariyalar boshqalar bo'lyapti. Prokuratura nazorat qilsangiz, hamda ko'chasida oqim chiqqanda september o'rnash, tumanga holatni o'tishi, boshqasi yaqinlarda bolani olib ketishi ham mumkin, yosh bola. Shuni nazoratga olishingizni iltimos qilaman. Birinchi taklifim. Ikkinchi taklifimki, mana shu o'tgan deputatlik faoliyatimda shu narsaga guvoh bo'lyapmanki, aslida qizil hududga kiradigan Qo'ldashtepa, Yangi hayot va Beshkepada o'sha mahallalar tez tilga olinadi va bardavomlikda kelyapti. Ana shu joylarga shu profilaktik tadbirlarni kuchaytirish kerak. Men o'ylayman, yangi viloyatda o'sha mana O'zbek mahallasi deyapti, Qo'ldashtepa bozor va boshqa bir ana shu joylarga ko'proq bir urg'u berilsa, men o'ylayman, o'sha profilaktik tadbirlarni kuchaytirsa. Keyin yana men fursatdan foydalanaman. Shoshilishdan ikkinchi nasib bo'lgan, biz deputatlar o'zimiz jamoatchilik nazorati sifatida ko'p joyda o'rgandik, boshqa qildik. Lekin ana shu narsalar amalga oshmasa, qandaydir barmoq ostidan qarasanglar, bu avvalambor mablag' ajratish mobaynidagi narsaga katta e'tibor bersak. Biz mana hokimiyat mudiri bilan shu narsaga keldik, keyin mana shu narsa bo'yicha deputatlar so'rov kiritishni maqsadga muvofiq yurganmiz. Shulardan birinchi maktabni 34 maktabga tashrif kelganmiz. Keyin ana shularga 34 milliondan misol uchun mablag' ajratilgan. Mana xalqaro komissiyalar raisini kengashda shuni nazorat tartibida o'rganganimizda mana hudud deputati, ikkinchi hudud deputati ana shu joylarda o'sha ishlarni bajarilishi saviyasi juda ham past ahvol. Eng achinarli holatki, har bir budjetda bir tiyin bu yetim yesirdi. O'sha xalqni haqqi deb o'ylayman. Qolaversa ijtimoiyda mana ijtimoiy mas'uliyat bundan chiqayotgan mablag' esa endi boyagi nogiron boshqani bular o'shandan nima deydi ajratib moliyani xulosasi bilan berilyapti, lekin bu narsalarni ishlatish nimasi o'lda jo'da o'qilyapti. Buni ham biz o'rganib, nima uchun buni aytyapman? Ayollardagi biz albatta mana shularni hammasini tasdiqlab beramiz. Hurmatli deputatlar, 12 milliard amfiteatrga 8 milliard pul olingan. Afur yaxshilar. Ana shuni qaytarib berishni to'g'ri. 12 milliardni o'shada qaytarib, to'g'rimi? Boshqa foizini qaytarib, lekin buni ketsin. O'ylang. 1 milliardga hozir xalqning 1 milliard pul olamayapti remontga. Lekin 12 milliard ketsin. Lekin bu asllari. Mana bu tartib nimaga emas, lekin mablag' ajratish nimalarga ko'proq ahamiyat berdik. Mana ikkita deputat o'zlari buni aytishdan maqsad biz yana bugun shu narsani Sherali bilan biz ko'rib chiqamiz. Ana shularni nazoratga olsa, keyin ta'minlashda boshqa hayvonda yana qaytaraman ijtimoiy o'sha inson nimasidan ajratilgan mablag'. Buni albatta befarqlikdan qaramaymiz. Agar xoh qilsangiz mana hudud deputatlari shu haqda o'zimiz fikrimizni bilsin. Birinchi maktabimizdan hududida javob beradigan darajada so'rayapmiz. Shu bo'yicha deputat chiqartirgan bo'lsa, keyin Qachon maqola avvalgi bo'lsa 34 maktabda 34 qurilishidan xabarim yo'q. Hozirgi jarayonda undan ham bexabar. Bizdan o'tgani yo'q. insonlar chiqqan. Zakaz chiqdi-ku, zakaz. Hokimiyat zakaz. Pul qayerdan chiqadi? hokimiyat huzuridagi ijtimoiy vakolat jamg'armasidan chiqarilyapti bu pul. Buni o'tgan sessiyada shu Mansuriy Palmonchi kelgan paytida ikkita maktabni jihozlash bo'yicha kiritilganda 34 million 37 million pul ajratilgan. Buni o'sha xulosasini Rishod Anvar sizdan keyin Abduxalil akadan keyin hokim o'rinbosari prokuraturaga ta'minlama sifatida chiqartirib bergan, lekin chiqartirib berganligi buni shu ishlar oxiriga yetmagan masalasida.
Yana bu bo'yicha haqiqatan pul sessiyada tasdiqlanib barqarorlik jamg'armasidan chiqarib berilgan. Lekin deputatlarimiz o'rinli masalani ko'tarib nima qilyapti? Sherali aka haqiqatan bu bo'yicha prokuraturaga men o'zim ham hokimiyat nomidan xatam berganmiz. O'sha qurilish yakuniga yetkazilmaganligi bo'yicha haqiqatan biz mutaxassis bo'lmagan insonlar tushunsa bo'ladi, uni oxirigacha qurilish yetkazilmasdan topshirildi deb ketilgan. Lekin xat hujjatda hech qaysi xat hujjatda topshiriq nima qilinmagan. Lekin pul mablag'i o'tkazib berilgan. Quruvchiga o'tkazib berilgan. Yo'q, quruvchining qayerligini bilmadik. Menga chiqayotgan deputatning so'rovini ko'rib chiqayotgan o'zim kontrol qilaman. Biri mablag' joyi qo'yilsin. Uchinchi mablag' ajratishdan oldin haqiqatan bu kerak shu mablag'. Shu o'rinli shu ajratish aslida ham pul olishimiz kerak. Ertaga yana biz yo'l qo'ymayapmiz-da, ayrim talon-torojlikka o'zimiz boshda. Bu kerak emas joyga mablag'larni ajratamiz. Kerakli mana hozir aytgan maktab uyiga remont etib 1-sentyabr kelyapti. Bunga ajratmaymizda boshqa bularga 2-3 darajada ishlagan pulni ajratib o'zimiz korrupsiyaga yo'l qo'yib bosh o'zimiz xatoymiz. O'rganmaganmiz, o'zi kerak emas. O'shalarning haqqini biz birovga qo'shib ular beryapmiz-da. Mayli, buni o'rganamiz, buni oxiriga yetamiz. Bu bo'yicha keyin kengashga ham axborot tarafdan natijasi bo'yicha обязательно oxiriga yetamiz. Keyin siz mana Hamza ko'chasi bo'yicha, Hamza ko'chasi adashmasam hokimiyatdan chiqqandan keyin 100 metr yurgan o'ng qo'ldagi hozir karmashni bo'lyapti. Ham tushuntirib berchi, qanaqa Bu holat bo'yicha hurmatli deputatlar 298 sonli qaror bo'yicha ertaga ekspertizadan chiqadi. Aynan yo'l qismimiz sessiya davomida gapirib o'taman holatni ham. Endi Hamza ko'chani ikkinchi tomonini ochish, Karmashkadan o'ng tomonga, chap tomonga ikkinchi yo'lak kirib chiqishga ular o'zi loyihaga qo'yilgan. Faqat bugungi kunda latok qo'yilyapti. Latokning suvini bir tomoni bu kanalga, bir tomoni Lo'li mahalladagi kanalga ketishini hisobga olib, hozir ko'chalarning yuz tekis yopilyapti. O'sha kirish qismi bilan chiqib ketish qismida ikkita latok olib tashladi, o'rniga turba qo'yiladi. Faqat u yo'l bir xil ketish uchun hozir bir-biriga jiklashtirib olib shu sababdan yo'l yopiq. Endi svetofor, zamonaviy svetoforni olamiz. Hozir mana ko'l bo'yidagi yo'l ham asfalt yo'l bo'ladigan bo'ldi. Hozir yangi loyiha qilinyapti. Kunda ekspertizadan chiqadi. Mana shu yo'l qayta yana asfalt boshladi deb bo'layapti. Ahvolat qayta buni transport vazirligi bilan kelishib bo'yicha ulardan jaramadagi svetoforni qo'yilgan maktab ochilguncha 3-maktablarga davlat xizmatlari oldidagi svetoforni ko'chiramiz. Bir-biriga yaqin bo'lib qolishi mumkin emas ekan-da bu qatnovlar. Shuning uchun 3 maktab o'rtaliga yo'lga qo'yib, yangi peshxod qilamiz. Sababi 11 ming tonna asfalt berildi Bo'ta tumaniga 298 sonli qaror bilan. Asosiy trassani so'l asfalt bo'ladi. Mana shu latoklar qo'yilib turgan joy ustidan yopilib, bir xil o'yinda To'skayidan ko'prikgacha yangi asfalt bo'ladi. Svetofor qo'yiladi. Svetofor qo'yiladi. Hamza ko'chaga svetofor qo'yiladi, 3-maktab oldiga ham qo'yiladi. Agar imkoni bo'lsa, yo'l mahalladan chiqish qismiga bitta nariga choyxona bor, karma choyxona, o'sha oldin bitta svetofor qo'yiladi, ko'prikda. Hozir hammasi mana bu yerda o'tiribdi. Faqat jarayon endi mablag' qismlari endi boshlanishi. Bu loyihalar bitta-birini oldini olish bo'yicha qilgan. To'g'rimi? Rahmat. Ushbu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Fikr bo'lish uchun doimiy komissiya raisi Abdurashid Abdurahimov raisi. Hurmatli deputatlar, ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasining qonuniy 2-moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatida asosiy shahar tumanlar va shaharlar prokurorlari ta'minini tegishli Qoraqalpog'iston Respublikasi bosh kengashi xalq kengashlari o'z faoliyatida axborot taqdim etishga yo'l qo'yilgan. Xalq ko'plari kengashining korrupsiya ta'sirlashish, davlat bo'lgan boshqa ta'minlash va shu masalalar bo'yicha doim tuman prokurori Sherali Abdullayevich Nurbayevning
Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibi masalasida qaror loyihasi tarqatilgan. Bildirilgan fikrlar, takliflar inobatga olib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni so'rayman. Munosabatlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Agar menga savol Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-chi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyati Bukat tumanidagi xalq qabulxonasining 2026-2 yakunlari bo'yicha axborot to'g'risida. Ushbu masala yuzasidan so'z xalq qabulxonasi tuman bo'limi o'rinbosari To'lqinov Bobur G'ulomovga berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 1-aprel kunidagi aholiga muloqot tizimi samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi bir sonli farmon hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiya rahbarining 2026 yil 21-maydagi Xalqaro O'zbekiston sonli farmoyishlarga asoslan xalq qabulxonalari tumanidagi davlat organlari va tashkilotlarda aholi murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan tegishli haqiqatlar kengashlarni majlislarga muhokama qilish uchun axborot kiritish, ushbu axborot yuzasidan mutasaddi tashkilot rahbarlari so'rovini eshitish ishtirok etish belgilangan. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Bukat tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan davlat organlari va boshqa tashkilotlarning fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish faoliyati doirasida muvofiqlashtirib borilmoqda. Aholining kelib tushgan murojaatlar statistikasi va dinamikasi, demak umumiy ma'lumotlari taxminlarga ko'ra 2026 yilning 6 oy davomida tuman aholisida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalariga 1354 ta murojaat kelib tushgan. Bu murojaatlar 2025 yilning mos davriga nisbatan 254 taga yoki 18% kamaygan. Ko'rib chiqilgan murojaatlarning 1038 tasi yoki 90% qanoatlantirilgan. Shundan 432 tasi yoki 38% ijobiy hal etilgan. Murojaatdagi masalalarning 601 tasiga huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan, 62 tasiga tushuntirish berilgan. Tuman xalq qabulxonasiga eng ko'p kelib tushgan murojaatlar yo'nalishlar kesimida tahlil qilinganda 6 oy davomida ko'proq quyidagi yo'nalishlar bo'yicha murojaatlar yo'llangan. Birinchi navbatda nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish va pensiya loyiha masalalar 199 ta kelib tushgan. Ikkinchi navbatda, ikkinchi o'rinda aliment, qarz undirish va ijro ishi yuritishga oid boshqa masalalar 159 ta kelib tushgan. Sodir etilgan huquqbuzarlik va firibgarlik hamda surishtiruv tergov harakatlariga oid masalalar bo'yicha 113 ta murojaat kelib tushgan. Xizmatchilar faoliyat va xatti-harakatlari bilan bog'liq masalalarda 86 ta murojaatlar kelib tushgan. Hamda boshqa yo'nalishlar bo'yicha murojaatlar kelib tushgan. Shu jumladan joriy yilda quyidagi masalalar soni o'tgan 2025 yilning mos davriga nisbatan keskin o'sgan hisoblanadi. Bular mehnat nizolari masalalari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 barobarga oshgan. Ish haqini undirish, ijro hujjatlari bo'yicha masalalar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7 barobarga oshgan. Haqorat yoki tuhmat masalalari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5 barobarga oshgan. Ichki ishlar organlari xodimining harakatlaridan norozilik 1,5 barobarga oshgan. Xotin-qizlar faol xatti-harakatlari masalalari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4 barobarga oshgan. Tuman aholisidan eng ko'p murojaatlar kelib tushgan umumiy davlat organlari va tashkilotlar tahlil qilinganda quyidagi tashkilotlarga murojaatlar soni ko'pligicha qolmoqda. Bular birinchi navbatda Bo'kat tumani inson ijtimoiy xizmatlar markaziga 130 ta murojaat kelib tushgan. Bu murojaatlar faqat tuman aholisi hisoblangan. Buni ichida agar boshqa viloyatlar shahar markazi bo'lsa, bundan ham oshiqroq chiqadi. Bo'kat tumani ichki ishlar bo'limiga 86 ta murojaat kelib tushgan. O'tgan yilga nisbatan lekin kamaygan.
to'qqizta mahallaning o'ziga tegishli murojaatlar umumiy murojaatlar sonini deyarli 45% tashkil etmoqda. Ya'ni o'sha 1354 ta murojaatning 573 tasi 9 ta mahallaning o'ziga to'g'ri kelgan. Ular 6 mahallasi eng ko'p murojaat kelishgan 88 ta. Shundan 6 tasi takroriy murojaat. Achamayli mahallasiga 76 ta murojaat kelishgan, shundan 6 tasi takroriy. Do'stlik manziliga demak 608 ta murojaat kelishgan, shundan 6 tasi takroriy. Bundan tashqari Xo'ja O'rmon, Yangi hayot, Madaniyat, Navro'z va Muzabek mahallasiga murojaatlar soni ko'payib bormoqda. Tuman aholisidan kelishgan takroriy murojaatlar bo'yicha biz bilan davlat rahbarimizdan yaqinda bo'lib o'tgan yig'ilishda aynan shu takroriy va jamoaviy murojaatlarga alohida e'tibor berish masalasi yuklantirilgan. Lekin o'sha tumanimizda takroriy murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan mustaqilga nisbatan keskin oshib ketgan. Ya'ni o'sha joyda takroriy murojaatlar soni 86 ta bo'lgan. O'tgan yili 40 ta bo'lgan. Ya'ni 88% takroriy murojaatlar soni oshib ketgan. Takroriy murojaatlar tahlil qilinganda asosan o'sha majburiy ijro byurolarining ta'minot qilishiga oid masalalarda takroriy murojaatlar soni ko'payib bormoqda. O'sha murojaatchilar birinchi arizadan so'ng natija bo'lmagan yoki to'lovlar to'xtab qolganligi sababli ushbu masalada qayta murojaat qilishmoqda. Tuman aholisidan kelib tushgan jamoaviy murojaatlar to'g'risida. Demak, jamoaviy murojaatlar o'sha bu yil 20 ta kelib tushgan 6 oy davomida. Shunda bor yo'g'i 6 tasi ijroiy qabul qilingan, ya'ni 30% ijroiy qabul qilingan. Jamoaviy murojaatlar tahlil qilinganda eng ko'proq ichki yo'llarni asfalt qilish, ish haqini to'lash bilan bog'liq masalalarga kelib tushgan. Undan tashqari jamoaviy ustidagi murojaatlarni mahalla yetkazib ishtirokida o'rganish holati. Biz bilamiz, o'sha 2026 yil 1-aprildagi farmonga asosan jamoaviy ustidagi murojaatlar aholi vakillari hamda mahalla yetkazib ishtirokida o'rganilib, ular roziligi asosida nazoratdan yechilishi belgilangan. Biroq hozirgi kunda bu ishlar qoniqarli bo'lmaydi. Bitta misol, fuqaro 20 nafar fuqarolar tomonidan elektr kuchlanishini oshirish uchun aholi hamkorlar o'zlari transformator sotib olib o'rnatganligi, tuman elektr ta'minot xodimlari ushbu transformatorga boshqa ko'chalarni ulashi natijasida elektr kuchlanishi yana pasayib kelayotganligi hamda ushbu transformatorga boshqa ko'chalarni qo'shmasligini so'rab jamoaviy murojaat qilgan. Ushbu murojaat elektr ta'minot tomonidan to'liq o'rganilmagan va murojaat muallif ishtirokida o'rganilmasdan hamda murojaatni o'rganish natijalari bo'yicha murojaat muallifini bildirgan yozma munosabat, ya'ni fikr e'tibor qilmasdan kuchlanishining tarmoqlar hozirgi kunda hamma joyda past degan umumiy shamol javob bilan yopib yuborilgan. Ushbu murojaat niqob qiluvchi tashkilotlar tomonidan demak nazoratga qaytarilgan hozirgi kunda. Hududiy davlat organlari va tashkilotlarning murojaatlar bilan ishlash faoliyatida aniqlangan qonun buzilish holatlari ham hozirgi kunda yo'q emas. Jumladan tuman yoshlar bo'limi tomonidan ikkita murojaatda qonunchilikda belgilangan tartibda muddatlarga rioya qilmagan holda, demak muddatlarga amal qilmagan holda ular buzib yopilgan. Hududiy davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan fuqarolar qabullari va sayyor va shaxsiy qabullar bo'yicha biz bilamiz, o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorida barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan shaxsiy va sayyor qabullar o'tkazish belgilangan. Biroq hududiy davlat organlari va tashkilotlar tomonidan aholidan qo'shma muloqot va qabullar muntazam o'tkazilayotganligi hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 1-avguldagi PFLlik son farmoniga muvofiq Xalq qabulxonasi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan sayyor va ommaviy qabullar rejalashtirilgan asosida o'tkazilishini nazorat qilish, aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan masalalar bo'yicha qabullar tashkil etish yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan talabnomalar kiritish belgilaydi. Monitoring va tahlil natijalari asosida kadastr agentligi Toshkent viloyati Bo'ka tumani bo'limi tomonidan sayyor qabul tashkil etilishida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan 2026-yil 17-iyun kuni talabnoma kiritilgan bo'lib, talabnoma shu kunga qadar talabnoma belgilangan muddatda javob berilmagan hamda qayd etilgan kamchiliklar bartaraf etilmagan. Bundan ko'rish mumkin, hatto o'sha Islomimizda kiritilgan hujjatlar o'z vaqtida ijrosi ta'minlanmayapti. Bu degani o'sha fuqarolarga ulardan masalan ajablanmasaga bo'ladi agar ma'lum ish holatlari bo'lsa. Olg'ay murojaatlar bo'yicha axborot shulardan iborat. Bunda bitta masala bor, qarang. Bitta murojaat 91 kunda 91 kun. Yoshlar ishlariga bor. Nima bo'lgan? 91 kundan 3 marta bor. Muddat uzaytirish qilingan bunga, lekin o'sha rahbar sayyor qabulda kiritilgan bo'lgan, men kelishimdan oldin kiritilgan ijtimoiy reyestrga qurmaydigan oilaga yordam beramiz deb kiritgan. Shuni hisobiga ijobiy hal bo'lmagan. To'lov kontrakt bo'yicha masalan, murojaat. Rizabek mahallasi. Endi Chavlsan muhitida yashovchi Orif Murzaquddin 2024-fevral 2026 kuni sayyor qabul orqali ta'lim kontrakt to'loviga moddiy yordam masalasi murojaat qilgan. Yoshlar daftari platformasi o'zgardi. Shuni hisobiga 2024-25da shu qolib ketgan yoshlarimiz bor. Hozir mana platforma takomillashgan. 2025-26-yil boshidan to'lab berish boshlangan. Reyestrda turgan oila farzandlarigagina to'lab bera olamiz. Agarda marhamat, mana siz yangi rahbar sizdan avvalda aytdingiz, lekin bundan buyoq yo'l qo'yish kerak emas. Agarda kimlar xato yo'l qo'ygan bo'lsa, ularni jazolash kerak. Ondan so'ng siz o'zingiz nazorat qilish kerak bo'ladi. Juda katta masala. 91 kun o'tgandan keyin javob berishyapti. Shunday. Keyin kadastr agentligi 20 ta qabuldan 5 ta o'tkazilmagan. Sizga kiritilmagan. Asosiy sababi o'sha murojaatchi mutaxassisimiz boshqa tumanga ishga o'tib ketdi va o'rniga yangi mutaxassis kelguncha 2 oy vaqt o'tib ketdi. Shuni kulishlarda sal muammo bo'lgan. Sabab qabul o'tkazilgan, lekin darsga yuklash imkoniyati bo'lmadi. Albatta kiritilmadi endi. Ba'ziga kiritilmagan. O'sha darsga yuklashning sababi yangi kulish ochish masalasi. Darsda texnik imkoniyati sal cheklanib qoldi. Yani sizlarga muammo masalalar o'tdi. Kadastr mana kadastr bilan yashab. Ijobiy hal qilinmaganligi bo'yicha kadastr agentligi ijobiy hal qilishda imkoniyati yo'q, chunki kadastr agentligi tomonidan faqatgina noqonuniy qurilmalarga jarima urish bilan asosiy ish faoliyati shu bilan bo'lgan hisobiga fuqaroni faqatgina o'sha jarimasini kamaytirish imkoniyati bor, to'liqligicha jarimani olib tashlash imkoniyati yo'q. Shuni hisobiga u fuqaro ijobiy yakunlash imkoniyati bo'lmagan fuqaro murojaat qilish. Ismingiz kim edi? Bilmiyorum. O'tgan safar ham murojaatga xuddi shunaqa chiqqan. O'zingizlar murojaat qilganinglar. Korrupsiyaga qarshi bo'yicha olib borgan ishlaringizni ham xuddi shunaqa bo'lib ketgan. Qonun qarshi bo'lgan. Shu paytda men deputatlarimiz aytgan, qonun qarshi topaylik. Ya mayli bir xizmatdan qilaylik deb. Lekin bundan buyog'iga yana ko'rib chiqadigan bo'lsa, endi majbur bo'lamiz sizga nima qilish kerak kengash nomida. Agarda kimdir kim o'zgargan bo'lsa yoki shu kamchilik yo'q bo'lgan bo'lsa, bu qaror ko'ringlar o'zingizlar. Ma'muriy qudratlarni boshqa qilasizlarmi? Qaysini berasizlarmi yoki oylik shaxsiy qaytarasizlarmi? Bunga javob beringlar. Kengashga o'tiring. Rahmat. Shu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Yo'ldosh Umar tarafdorlari
nazoratchi hamda doimiy komissiya a'zosi tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitdik. Masala yuzasidan savollar bormi? Marhamat. Ben doğrudan mantıklı aytib o'tdik. Qarasa bizdan ko'payadi murojaatlar. Tuman uchun minus. Yo ko'proq murojaat bo'lsa yaxshi. Yo'q, murojaat Mana aytgan sababida bizni bo'lganimiz bu narsani murojaatga kamaytirishni madaniyatga keskin boradiganlar kamayib ketdi. Masalan, mana mahallaga kechada uchrashgan 6 ta masalalar hal qilib aholida xususan 937 mana kadastr kerakchilar mana qora hududni belgisi borki masjidlar. Shunda xonadon yo'l o'rtasida necha metr ichkarida bo'lsa Katta tarafdan 57 metr. 57 metr. Misol uchun odamlar o'shani tushunmaydi mana qonun, lekin o'shalar murojaat qilyapti-da. Keyin ular tushuntirishi boshqasi bo'lyapti. Men taklif beraman, hozir har bir hududda, har bir mahallada, mahalla kanalida o'tkazilmayapti, mana sizni o'qib qilsa, lekin shuni tushuntirish kerak. Aholiga tushunish kerak. Misol uchun mana ijtimoiy masala bo'yicha, ijtimoiy masala bo'yicha mana bitta mahallaning bittasi nima mashinani nomerini aytyapti, ular to'yga chiqishga, uni mashinasi nomeri 674 edi, o'tga 647 yo'q. 647 qora qavishdagi bir olti sparka edi. Bunga bu chiqmagan. Mana bunga boryapman, adresidan nomer boshqacha bo'lib qoldi deyapti-da. Ana shunaqa holatlar doimiy masala ko'paytiradi. Lekin o'sha bo'yicha ham mahallalarga tushuntirish ishini olib borish kerak. Mana o'sha 6 taligini men tushuntirdim. Mana mumkin, mana mumkin. Yoki bo'lsa bozor pulini yoshlar agentligi to'laganda 12% kamaytirish bor, to'g'rimi? Xato bo'lmadi. Ana shuni tushuntirish kerak. Ota yog'ona ishlamasa, oylik maosh to'lamasa bo'ladi. Ana shular bo'yicha iltimos qaror qismida yozib, tadbirda tushunchalarni mahallalarda olib boradi. To'g'rimi? Xalqni o'zi tan olishimiz kerak. Ko'p tushunmaydi bular. Bunga e'tibor beraylik, to'g'ri. O'zi eng murojaatlar kamaytirilgan narsa shu saylov shaxsiy qabullar. Shu saylov shaxsiy qabullar murojaatlar statistikasida rol o'ynaydi. Ular alohida o'zi yuritiladi. Hozir aniqlik bilan munosabatlar hokim o'rinbosarlari hamma saylov qabulida xalq o'sha masalani hal etdi. O'sha agar masalan o'sha qabullar tashkil qilinmasa, bu murojaat bo'ladi. O'shani o'zi ham masalan murojaatlar ko'payadi. Shuning uchun korxona tashkilotlar nomiga o'sha tizimga qo'yadi. Masalan, 30 yil, lekin aslida buni surishtirsangiz, masalan, murojaat yo'l umuman ma'lumot o'tkazilmagan, bunaqa holatlar ko'p. So'z jo'natishlik uchun o'tkazilyapti. Abdulaziz Parmantarovich, biz komissiyada bu masalani ko'rib chiqishda muammolarni kelib qolgan edik. Har seksiya mukammal bo'lgan kompyuterlar yerda umumiy qilib aytib ketyapmiz. Lekin keyingi komissiyadan boshqalar shu masalada komissiyada o'tkazayotgan raqamlar tashqi raqamlarni bevosita komissiyaga chaqirib, o'sha komissiyada yo'qlagan komissiyalar mana qolgan yoshlarga sabablarni o'sha o'shandan kelib chiqib qat'iy bir kelishib olamiz. Haqiqatdan obyektiv sabablar ko'rayotganimiz yo'q bo'lyapti yoki o'zlarini ishga qo'ygan yondashlarni soqqani qo'yilyapti. Bu masalalarni hal qilamiz. Qaror qismida ham ko'rsatib o'tilgan keyinchalik
kun tartibidagi 4-chi masalani ko'rib ketamiz. Bu ko'rma norma ijodkorligi hamda huquq qo'llash amaliyotiga holati bo'yicha 2026-yilning 6 oy davomida olib borgan ishlar to'g'risida. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman adliya bo'limi boshlig'i Jo'ra Qahramon Abdullaga beradi. Sağ olun, Madalya Sıkılıcı, Madalya Fatar, Majlis İştirakları, Sosyalistler, Madalya Bölümünün 6 ay olanlar, Anadolu'da takdir edilmek davlat organları ve teşkilatları, tuman şahap usullarının, onları başlanan hukukçularının icrasını teşkil ediş boyunca stüdyo rahbarlık qilish, muvofiqlashtirish yo'nalishlarida jami bo'lib, tumandagi mavjud 40 ga yaqin davlat organlari va 18 ta mahalla faolligi bilan normativ hujjatlarni qo'llash bo'yicha qo'llash yuzasidan sudya rahbarlik qilib kelindi. Qabul qilinayotgan qonunlar va boshqa normativ hujjatlarning mazmun mohiyatini va ahamiyatini tumanlardagi ijrochilarga yetkazish borasida tuman adliya bo'limi tomonidan davlat organ tashkilotlariga 100 dan ortiq yangi qabul qilingan normativ hujjatlar yetkazildi. Bundan tashqari qabul qilingan normativ hujjatlar mazmuni yetkazish yuzasidan uzr so'rayman. Orqadagi akam nurg'ada bor edi. Siz ko'tarib yo'q. Siz aka, qaysi tashkilotdansiz? Qaysi tashkilotdansiz? To'g'ri o'tiring, domlasiz. Tuman adliya bo'limi tomonidan 1548 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi 6 oy davomida. Shundan ommaviy axborot vositalari orqali 116 marotaba, jumladan televideniyada 8 marotaba, radioda 16 marotaba, gazetada 22 marotaba, veb-saytda boshqa elektron axborot vositalarida 74 targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan bo'lsa, 1432 ta og'zaki huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Tuman hokimlari va mahalliy xalq kengashlarining qonun hujjatlariga, qonun hujjatlariga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsad va vazifalariga muvofiqligi nuqtai nazaridan huquqiy ekspertiza o'tkazish yo'nalishida tuman hokimligi va xalq deputatlari kengashlari tomonidan yuborilgan 6 ta normativ huquqiy tusdagi hujjatlar eksperidan o'tkazildi. 5 tasiga ijodiy xulosalar berilgan bo'lsa, bitta normativ huquqqa ega bo'lgan qaror amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq emasligi sababli salbiy xulosalarga kelingan. Huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish va tahlil qilish, uning barqarorligi va bir xilligini ta'minlash borasida Toshkent viloyat adliya boshqarmasi va tomonidan tasdiqlangan reja grafik ijrosini ta'minlash maqsadida 5 tashkilotlarda, tumandagi 5 tashkilotlarda o'rganish o'tkazildi. O'tkazilgan o'rganishlar natijasida 270 ta qonun buzish holatlari aniqlangan. Aniqlangan qonun buzish holatlarini bartaraf etish yuzasidan jamoat tashkilotlarga 600 ta taqdimnomalar kiritilgan. Taqdimnoma natijasida 30 nafar fuqarolarning huquqlari tiklangan hamda ularga to'lanishi lozim bo'lgan 98 million 260 ming so'm 265 so'mlik bo'lgan pul mablag'lar to'lab berishiga erishilgan. Bo'lim tomonidan norma ijodkorligi sohasida fuqarolarning kundalik hayotda uchrayotgan huquqiy muammolarni tahlil qilib borish yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu tahlillar natijasida amaldagi qonunchilikda aniqlangan nomuvofiqliklar, kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan norma ijodkorligi sohasida bo'lim tomonidan 6 ta qonunchiliklar o'zgartirish yuzasidan takliflar kiritib kelingan. Yuridik xizmat ko'rsatish markazi xodimlari faoliyati
tomonidan hozirgi kunda tumandagi 90 dan ortiq davlat organ tashkilotlari yuridik xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Shundan 2026 yil 6 oy davomida huquqshunos elektron tizim orqali yuridik xizmat ko'rsatish markazlariga 20.863 ta hujjatlar kelib tushgan bo'lib, shulardan 18.884 tasiga ijobiy xulosalar berilgan, 1978 ta hujjatlar kamchiliklari mavjudligi sababli rad qilingan. Tuman fuqarolik holat da'vonomalarini qayd etish bo'limi 2026 yil 6 oy davomida tug'ilishni qayd etish holati yuzasidan 1159 ta da'vatnoma yozuvlarini qayd etgan. Nikohni qayd etish 286 ta, o'limni qayd etish holati 292 tani, nikohni bekor qilish 81 ta holatni fuqarolarni qayd etish kelishilgan. Tuman adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi tomonidan hozirgi kunda davlat reyestriga kiritilgan 700 dan ortiq davlat xizmatlari turining 445 tasi bo'yicha 445 ta xizmat turi bo'yicha xizmat ko'rsatib kelmoqda fuqarolarga. Hozirgi 2026 yilning birinchi yarim yili, ya'ni 6 oy davomida davlat xizmatlari markazlari tomonidan 32.225 ta davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Misol uchun asosiy xizmat turlaridan 898 ta haydovchilik guvohnomalarini rasmiylashtirib berish, 540 nafar yakka tartibda tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, 138 ta yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazish, 209 ta yakka tartibdagi tadbirkorlar va 78 ta yuridik shaxslarni qayta davlat ro'yxatidan o'tkazish kabi xizmatlar va boshqa xizmatlarni tashkil etadi. Markaz tomonidan tuman hududida mahallalarda 1380 ta jismoniy va yuridik shaxslarning sayyor tartibda davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, markaz filiallari tomonidan 720 nafar jismoniy shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatib kelingan. Axborotimizga savol bor edi, o'zi Qahramon Boyevich mana kengash raisi sifatida menga bir fuqaro murojaat qilganida, sizga o'zim qo'ng'iroq qilib aytgandim, shu masalasida bir ko'rib chiqdik. Buni ko'rib chiqdik. Tug'ilish holatini qanday masalasi deydi. Ikkita guvohnoma bo'yicha. Shunday. Qashqadaryoga turmushga chiqqan fuqaromiz farzandi tug'ilmasdan turib otaga qaytib kelganida, o'sha yerda farzandi bo'lgan, farzandiga Bo'ka tumanida tug'ilgan rasmiy. Keyingi hayot davomida oilasi ishlanyapti, Qashqadaryoga turmush o'rtog'ining qaytib borgandan keyin yana o'sha yerdan o'sha turmush o'rtog'ini farzandi bobolarining bilan tashabbusi bilan Qashqadaryoda ham bo'lganiga o'xshaymiz. Endi hozirgi erta bittasini o'chirish masalasini ko'tarib keldi. Biz ijtimoiy strukturani olamiz. Ijtimoiy markazimizni yuristi bilan gaplashib, unga qonunchilik belgilangan tartibda sud ikkita hujjatdan bittasini taqdim qilish kerak. Shuning uchun yo'nalish berdik. Fuqarolik sudiga keyingi ikkinchisi, ya'ni Qashqadaryo viloyatida olingan tug'ilgan guvohnomani qanday emas topish yuzasidan sudga ariza kirish kerak. Rahmat, o'zi nazorat qilib turasiz. Chunki u yana ikkinchi marta murojaat qilgan paytda hali hal bo'lmadi. Kimda savollar bor? Murojaat qildingiz, deputat bo'lgani uchun ikkita xonadonda kolxozda problema nimasi bor? Xabar borda, u yuridik shaxs yo'q. Lekin uy kadastrida bu o'tmayapti. Shunaqada unda merosxo'r nimasi bo'ladimi yo'qmi? Qanday javob bersak bo'ladi? Buni 5-yil kolxozda qaror rasmida qarashimiz kerak. Yer kodeksini aniq 5-yilgacha o'sha vakolatli bo'lgan organlarda kuchli bo'lgan, vakolatli bo'lgan yillar ko'rsatilgan. Agar o'sha vakolat tashqari, agar undan keyin tugatilgan yoki vakolat bo'lmagan muddatda berilgan bo'lsa, bo'lsa, agar vakolat ichida bo'lsa, mumkin. aniq yillar ko'rsatilgan. Kolxoz qarori, kolxozni
kolxoz o'sha o'zini kolxozchilariga yer tarqatgan, uni qishloq faollar yig'ini tasdiqlash kerak bo'lgan. Buni 1998-yilgacha o'sha yer kodeksi yer kodeksi joriy qilingunga qadar chiqqani o'tadi o'sha qishloq faollar yig'inining qarori. Kolxozda lekin qaror qiyin, chunki O'zbekiston Respublikasi 8-sonli qonuni bor. Hujmat obyektlarini da'vat o'tkazish to'g'risida 31-moddasida aniq yozib qo'yilgan. Yo'q, men uni tushundim. Lekin u kolxozning qarori o'sha eski paytda u qaror asosida yo'llanma bo'lgan, o'sha qonuniy adabiyotga hokimiyatda qaror chiqargan. Kolxozda o'sha paytda mani o'zimga daxl bo'lgan kolxoz qaror chiqardi, lekin qarorlar yig'inida sensiyatda tasdiqlanib, keyin rais hokimlikida lekin kolxozda qarori o'shanga o'tmaydi. Yer kodeksida yozib Marhamat, yana kimlar savollar bor? Savollar bo'lmasa, hurmatli deputatlar, ushbu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan, fikr bildiruvchi so'z doimiy komissiya Sulaymon Xolbek Safarovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli o'z qatnashchilari. Keyingi davrda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ichki ishlar tizimi faoliyati samaradorligini oshirish, ichki ishlar organlari xodimlarining aholi bilan yaqinligini yanada mustahkamlash, tizimni xalq manfaatlariga xizmat qilishga, yo'naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mavzuni boshlashdan oldin bir masalani oldindan taqdimlash uchun avvalambor barchamizdan jinoyat sodir etgan har bir shaxsning taqdiri faqat ichki ishlar organlariga taalluqli ekanligini anglamasligini, balki uni jinoyatchiga aylangunga qadar bo'lgan hayotidan xabardor bo'lish, muammolarini eshitish va o'rganish, vaziyatga qarab yechim topish, mahalla fuqarolar yig'iladi, mahalla oilani qo'llab-quvvatlash bo'linmalarining hamda shu kabi mutasaddi tashkilotlarning bevosita hamkorlikda ish olib borishi kerakligi ko'rsatadi. Joriy yilning 6 oy davomida Bo'ka tumanida kriminal vaziyat barqarorligini ta'minlash, muzokara va jinoyatga qarshi kurash borasidagi bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan 2026-yil 6 oy davomida Bo'ka tumanida jami 209 ta, o'tgan yil 184 ta jinoyatlar qayd etilib, 2025 shu yilga nisbatan 25 taga yoki 13.6% ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur qayd etilgan jinoyatlarning 64 tasi yoki 36% oldini olish lozim bo'lgan jinoyatlar, 69 tasi yoki 33.1% aniqlanmagan jinoyatlar, 76 tasi yoki 36.3% axborot texnologiya yordamida sodir
shaxsga avtomashina kaltini begona shaxslarga bermaslik va hushyorlikni oshirish bo'yicha tarovat qilinib, ushbu jinoyatlarni oldini olishda profilaktik ishlar amalga oshirilib kelgusida bu jinoyatlarni oldini olmoqda. Bezorilik jinoyati 50%, ya'ni 2dan 3ga oshgan. Ushbu jinoyatlar asosan tungi vaqtda ko'ngilochar masjidlar va umumiy ovqatlanish joylarida sodir etilmoqda. Ularning oldini olish maqsadida tuman YB hamda 3-mintaqaviy markaz patrul xizmat xodimlaridan iborat patrul yo'nalishlar va ishchi guruhlar tuzilib, ko'cha va jamoat joylarida jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlar amalga oshirilib, kelgusida bu jinoyatlar oldini olinmoqda. Nomusga tegish 100% yoshlik, ya'ni o'tgan yil bo'lmagan bu yil 3 ta sodir etilgan qayd etilgan. Ushbu jinoyatlarni oldini olish maqsadida aholi va yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirilib, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni muntazam ravishda o'tkazib, oila institutini mustahkamlash va farzandlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish, xotin-qizlar va voyaga yetmaganlarning xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlarni amalga oshirib, kelgusida bu jinoyatlarni oldini olmoqda. Og'ir tan jarohati yetkazish jinoyati 2026 yilda bitta sodir etilgan, 2025 yilda ikkita sodir etilgan bo'lib, bu 50% kamayishga erishgan. O'rtacha og'irlikdagi tan jarohati yetkazish 2026 yilda 3 ta sodir etilgan, 2025 yilda 8 ta sodir etilgan bo'lib, bu jinoyat 5 taga, ya'ni 65% kamayishga erishgan. Yengil tan jarohati yetkazish jinoyati 2026 yilda 5 ta bo'lgan, 2025 yilda 10 ta sodir etilgan bo'lib, 5 taga, ya'ni 50% kamayishga erishgan. Firibgarlik jinoyati 2026 yilda 4 ta sodir etilgan, 2025 yilda 7 ta. 3 taga kamayishga erishgan. O'g'irlik jinoyati 26 taga 26 ta bo'lib, o'rin saqlanib qolgan. Jami yo'l transport vositalari 2026 yilda 13 ta sodir etilgan, 2025 yilda 23 ta sodir etilgan bo'lib, 10 taga kamayishga erishgan. O'rin bilan bog'liq yo'l transport vositalari 2026 yilda 3 ta sodir etilgan, 2025 yilda 6 ta sodir etilgan bo'lib, 3 taga, ya'ni 50% kamayishga erishgan. Bo'ka tumanining xodimlari tomonidan 2026 yil 6 oy davomida mahalla yetkazilgan profilaktik ishlar tizimli olib borish natijasida tumanda bosqinchilik hamda talonchilik jinoyatlari sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Jinoyat sodir etgan shaxslar toifalarining tahliliga ko'ra, voyaga yetmaganlar tomonidan 200%, ya'ni 2dan 6 yoshli, ayollar tomonidan 5dan 4 yoki 20% kamayishga erishgan, yoshlar tomonidan 21dan 11 46% kamayishga erishgan, guruhlar tomonidan 9dan 7 yoki 22% kamayishga erishgan, mast holdagi shaxslar tomonidan 3dan 1 kamayishga erishgan, muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan 5dan 4 kamayishga erishgan, ishlamaydiganlar tomonidan 8dan 3 kamayishga erishgan. Bo'ka tumanida 6 oy yakuni bo'yicha mavjud 38 ta mahallalarning 14 tasi sariq, 22 tasi yashil, 2 tasi qizil toifaga o'tkazildi. Qizil toifadagi mahallalar O'zbek Ko'kon mahallalari toifasiga to'g'ri kelmoqda. 2026 yil 3-oylik bo'yicha ushbu mahallani qizil toifadan chiqarish maqsadida yo'l xaritalari ishlab chiqildi hamda har bir mahallaga mas'ul rahbarlar biriktirildi. Tashabbus bilan aniqlangan jinoyatlar. Sodir qilingan 6 oy davomida 209 ta jinoyatlar 69 tasi yoki 33% aniqlangan jinoyatlarni tashkil qildi. Aniqlangan jinoyatlarning 62dan 69 tasi aniqlanib, 7 taga yoki 11-3% ko'p aniqlangan. O'tgan yilga nisbatan 7 taga ko'p aniqlangan. Ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar 3 taga ko'p aniqlangan. Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar o'tgan yilda 30 ta, bu yilda 30 ta turmush saqlangan. Qo'shmachilik jinoyati, qo'shmachilik yoki fohishalarni saqlash jinoyati 6 ta, o'tgan yilda 6 ta, bu yilda 6 ta. Odam savdosi o'tgan yilda 1 ta, bu yilda 1 ta aniqlangan. Noqonuniy qurol saqlash o'tgan yilda 4 ta aniqlangan, bu yilda 4 ta. Ma'muriy nazorat qoidalarini buzish o'tgan yilda 5 ta, bu yilda 5 ta. Huquqbuzarliklar profilaktika yo'nalishida Bo'ka tumani Ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika katta inspektorlar tomonidan 2026 yil 6
modda bu aniqlash 189 ta aniqlanib, o'tgan yil 156 ta, bu yil 33 ta ko'p aniqlangan. 206 modda ma'muriy nazorat qoidalarini buzish. O'tgan yil 20 ta, bu yil ham 20 ta bo'lib, o'tgan yil saqlanib qolgan. 187 modda birinchi qismi jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilish. Bu bo'yicha 722 ta protokol tuzilgan bo'lsa, o'tgan yili 871 ta ma'muriy protokol tuzilib, o'tgan yilga nisbatan 149 taga kam aniqlangan. 206 prim birinchi modda himoya o'ldiruv talablarini buzish. Bu yil 71 ta aniqlangan bo'lsa, o'tgan yil 9 ta, yana bittaga kam aniqlangan. Ijtimoiy profilaktika yo'nalishi bo'yicha obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsizlik yaratish mexanizmini belgilash to'g'risida qo'shma qaror ijrosini ustida nazorat qilish borasida olib borilgan ishlar o'rganish olib borildi va bunda qo'shma qaror bo'yicha profil inspektor tomonidan 14 ta toifa bo'yicha jami 6 oyda 3477 xulosalar berilgan bo'ldi. Shundan 92%, ya'ni 3208 tasiga qo'shma xulosa qilingan. Profil inspektorlari 705 ta, qo'shma xulosasi 705 ta, qo'shma xulosa 30 ta. Hokim yordamchisiga 819 ta berilgan, qo'shma xulosasi 752 ta tashkil qiladi. Xotin-qizlar 864 ta, qo'shma xulosasi 808 ta. Yoshlar yetakchilari 605 ta, qo'shma xulosasi 578 ta. Soliq xodimiga 20 ta, qo'shma xulosa 18 ta. Ijtimoiy xodim 449 ta, qo'shma xulosa 419 ta berilgan. Bizda eng yomon ko'rsatkich o'sha profilaktika inspektoriga foiz jihatdan 90% tashkil etadi. Axborot tugaydi. Rahmat. Savollar takliflar. Tajovuzlar va jinoyatlar bo'layotgan joylar omma joylar ko'p bo'ladi. Mana hozir bir bo'yicha qancha kamera qo'ydik boshqa bo'ldi. Mana o'sha mahalani kamera qo'yyapti. Qanday aholi gavjum yuradigan yo'l o'sha chorrahaga qo'yyapti. Ya qo'ying boqadi. Lekin man aytyapman hozir bu texnik o'rnida bo'lgan jinoyat, o'sha qonunga bo'lgan jinoyat, buni ba'zida tushuntirib bersangiz. Keyin ana shu joyda olgan o'sha 4-maktab nimasidan o'sha qizni zo'rlash nimasi o'sha binolarda bo'lgan. Man taklif berardimki, o'sha kameralar aslida shundoq milliy tilda gapirib, Alloh joyiga qo'yish bo'lsa, yaxshiroq bo'ladimi deymani shunday qo'yib tursak, mana shu jinoyat bo'yicha tushuncha berib olsangiz. Ilgari biza homiyliklarga berdik. Kamera o'rnatish bo'yicha homiyliklarga berdik, tadbirkorlarga berdik. Shu 2025 prezidentning 3-birinchi sonli qarorlar, 3-avvalgi sonli qarorlar, bu yildagi o'sha 1-2 sonli qarorlar bilan uni moddiy tomondan hal qilib beriladi. Mablag'ni hech kimga hal qilib beriladi. Hozir ancha oson bo'lyapti, chunki pullar ajratilyapti, sessiya qo'yilyapti, ajratilib. Bundan tashqari yana ichki ishlar vazirligi huzurida Xasir shahar degan bor, markaz bor. Ularning ham o'zini puli bor. Ular ham kelib Bo'ka tumaniga 200 ta, qariyb 200 ta kamerani o'sha lokatsiyasini olib ketdi. Faqat ulash qoldi. Ko'p joylarga o'sha qo'yib bo'ldi. Ayniqsa mana shu Qo'shqo'rg'on yo'nalishiga Dirivli yana bu mashinani nomerlarini aniqlash kameralari. Face kameralar, PTZ kameralarini bilasizlar, PTZ kamera o'sha asosan aholiga o'sha joyga qo'yiladi. Bu bozorlarga, shu markazlarga, tadbirkorlarga joylarga qo'yiladi. Stendlarga, parklarga qo'yiladi. PTZ kamera chunki atrofni oladi. Face kamera 3 metrgacha balandlikda bo'lgan qo'yiladi. Odamning yuzini odamni aniqlash bo'yicha qo'yiladi. Hozir sonini sizga aniqini aytolmayman, sababi o'chayotgani bor, urinayotgani bor, svet o'chgandan keyin ishlamat o'tganlari bor. Bo'ka tumanida bugungi kunda to'liq ishlatyapti. Bundan ko'p soni, lekin boya aytgandek, o'chishi bor, shama qolishi bor, ishlamasa, kamera o'chadi, svet bitta yonib bo'lsa, belgilar zagruzka bo'yicha unga vaqt talab qiladi. Lekin doim ishlab turgan, уже integratsiya qilib ulangani 300 dan kam 300. Bu bizani ichki ishlar bosh boshqarmasini situatsiya markaziga hammasi integratsiya qilingan, ya'ni ulangan. Bu yerda o'tirib
kechagina holatda gapirgan bo'lsak, man sizlarga to'liq ma'lumot bera olmayman, nimagaki hali tergov hali tekshiruv ishlari davom etyapti. 2020